Assalomu alaykum do'stlar. Bizda bugungi ishlardan Cobalt avtomobili. Bu Cobalt avtomobili dinamo zaryad bermay qo'ygan ekan, bir yo'l pachinlilarini ham alishtirib pachinlikda ovoz bor ekan. Yangilab beryapmiz. Bu Damas avtomobili. Hozir kundagi muammo. Qo'lini olib turchi. Zapravishni oldiga olinyapti. Bu Damasimizni klapanlarini sozlanyapti. Bu Damas avtomobilimizni klapanlarini sozlab, rulni ham zapravishning oldiga olib beryapmiz. Bu Labo avtomobilimiz. Bu mashinamiz ham klapanlarni sozlanyapti. Bir qator klapanlarni sozlab, gazlarni sozlab beramiz. Bu Cobalt avtomobilimiz. Paqillayapti deganda o'zlarigacha yorib yuboribdi. Fotosichalarni ko'rib to'g'riladi, oxirida programma ishlari, konditsionerni to'g'rilab beryapmiz. Bu ishlar motorsimizda. Avlas qori. Qo'l ko'tarib yuboring bitta. Labo motorga kelgan, bu klapanga kelgan. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar.